Butun uy yonib kul bo'lgan, lekin Allohning qudrati bilan Qur'oni Karim butun qolgan. Assalomu alaykum. O'zbekimiz saxiy saxovatli boylari, yordamga shoshiladigan saxiylar. Bu video murojaatimiz bir yetim farzandlarni onasi yaqindagina beva qolgan, 6 oy bo'lgan erlar olamdan o'tganiga shu oilani uy yonib ketib, shu holatga kelgan. Sizlardan iltimos qilgan bo'lardim. Ashura kunlarida iltimos qilib so'raymiz. Uzatiladigan qizlari bor ekan. 6 oy oldin yetim qolgan hamma bolalari, yetimni boshini silaganni savobini olishligi nasib qilishi mumkin. Shu videoni ko'proq odamlarga jo'natib, repost qilib, mingsimdan ehson qilsanglar ham bu insonlarga ozgina bo'lsa ham yordamingiz tekkan bo'lardi. Savobiga sherik bo'lasizlar. Biz ham shu manfaatli injida kelib yordam berish uchun shu videoni qo'yamiz. Iloji boricha, qo'lingizdan kelganicha, kimda imkoniyat bo'lsa, shu karta raqam qoldiramiz. Karta raqamga qo'lingizdan kelgancha yordam qilib pul tashab bersanglar. Qo'lingizdan kelmasa, agar kartaga pul tashab berish, iloji boricha shu videoni tarqatib beringlar. Shu ham bir yordam bo'ladi. Yana bir narsa, jahannam olovi bundan-da kuchli, bundan-da qaynoq bo'ladi. Har bir qilgan ehsoningiz sizga jahannamdan saqlanish uchun soyabon bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.